Qizimning ismi Sabriya. Sabr toqatli, kuchli qiz bo'lsin deb shu ismni tanladik. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohdan sabr emas, ofiyat so'ranglar deb aytgan ekanlar. Shu ismni o'zgartirishimiz kerakmi yoki shu holicha qolaversinmi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni bunda qaytariq kelganini bilmaymiz biz. Sabr so'ramanglar Allohdan degan. Alloh taolodan sabr emas, ofiyatni so'ranglar deganning ma'nosi ofiyatni so'ranglar, menga qancha balo bo'lsa beraver, men o'shanga chidayin degan ma'noda bo'lsa noto'g'ri bo'ladi bu. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan ma'lum narsa shuki, inson doim o'ziga ofiyat so'rash va shu bilan birga sabr toqat so'rashi ham bu ham shar'iy maqosidlardan. Qur'onda Alloh taolo mo'minlarni maqtab aytadiki, mana Jolut bilan urushgani borgan mo'minlar ichlarida Davud alayhisalom ham bo'lgan, unda payg'ambar bo'lmagan lekin u kishi walamma barazu li jaluta va junudihi qalu robbana afrigh alayna sabra va thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ular Jolut va uni qavmiga, askarlariga yo'liqqan paytda Allohga duo qilib so'rashdiki, ey Robbimiz, bizni ustimizga sabrni yog'dirgin o'zing. Afrigh degani, ya'ni sabrli qilgin, bizga sabrni quyib ustimizdan bergin. Demak, mana shu yerda hozir Alloh o'rgatyapti bizga sabr so'rashni va sabr so'ragan mo'minlarni maqtab aytyapti. Bu mumkin narsa, Allohdan sabr so'rash, ya'ni meni sabrli qilib, bardoshli qilgin. Va shu bilan birga ofiyatni ham so'ralinadi Alloh taolodan. Ya'ni sabrni so'rash degani menga balolaringni beraver, men sabr qilayin degan ma'noda emas u. Baribir musibat bo'ladi. Inson boshida, inson o'zi hayoti sabrdan iborat. Va tavasav bil haqqi va tavasav bis sabr. Inson bir-birini haqqa chaqiradi va bir-birini sabrga chaqiradi. Va hayot o'zi xursandchilik va qiyinchilikdan iborat bo'lgan narsa. Xursandchilik kelganda inson shukr qiladi va qiyinchilik kelgan paytda sabr qiladi. Xullas, bu narsa ma'lum, mashhur narsa. Shuning uchun Sabriya degan ism, ya'ni sabrga mansub degan ma'noni bildiradi. Sabr toqatli degan bo'lsin degan ma'noda. Buni hech qanday vallohu alam bir shar'iy noto'g'ri joyi yo'q. O'zgartirishga ham ehtiyoj yo'q, vallohu alam.